Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xurshab Ahla Muhammadiy masjidi. 7 sentyabr 2020-yil alhamdulillah mana Mahmudjon O'rinboylar mana Ozmat Oybek degan ukamiz ham mana hozir ular quduq chiqarishyapti. Inshaalloh mana shu chiqarilgan quduqdan chiqqan suvdan Xudo xolasa qiyomatgacha inshaalloh insonlar tahoratiga, ibodatiga qilgan g'usuliga suv olib mashmashiga kelgan odamlarning oromlari chanqog'ini bosilishiga harakat qiladi inshaalloh. Oybekjon mana chiqdi inshaalloh Xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Qani bismillah. Bu suvlarni mazasi inshaalloh Alloh nasib qilsa Zamzam suvdan sal pastroq bo'ladi xolos. Shirin bo'ladi inshaalloh. Hormanglar, maslarni olib qo'ydim men inshaalloh tarixda qolsin. Bu masjidlarga suv chiqarishlik bu bilasizlar mana ne'mat. Puli ham kerak emas deb ihson uchun chiqarib berishyapti Alloh uchun. Mana yaxshi ota-onalarga rahmat. Shu insonlarni mana chiroyli qilib tarbiyalab, el uchun, xalq uchun, din uchun foydasi tegadigan insonlar ukalarimiz chiqyapti inshaalloh. Kelajakda mana shu Muhammadiy masjidining jamoatida shu. Hozir mashina nechinchi metrlikni ulayapsiz, O'rinboy? 7 metr уже qoqildimi? Qoqilib qoldi. O'tib ketib qoladi. Assalomu alaykum. Ahli musulmonlar. Xurshab ahli. Hozir qanotlar chiqadi, qanotlar. Ko'tarib turibdi. Yo, yaxshi ketdi hozir. Yok. Yine TV kötü. Tayvo uzoqroqdan chiqaversin, shirin bo'ladi. Bu halislar aytmoqchiligi qo'ni qo'shni unaqa chiqib qolmasin lekin tagidan haliga. Najosat suvlar. Yarım metr kiryapti har urganinglarda. Yarım metrdan kiryapti adashmasam. Yo, 20 dan ko'p. Qarab turing, mashinada shotgani. Ha. Ashi hozir kirib ketadi unaqa suv tagiga. Bismillah, Allohu akbar. 1 2. Ana. Oybekjon. Ilgari kirib ketgan. Men taqqa pagal bo'ldi. Men suvdan harakat ketib. Sen hisob ko'raylik. 7 metrdan chiqadi. 7 metrdan o'zi necha metr bo'ldi? 10 metr. Men yozishni boshlang yana. Hozir 10 metr kirib turadi yer tagiga. Oybek, 10 metr kirib turadimi? 2 metr chiqib turgan bo'lsa? Yo'q, negacha kirdi bu? Qanday deysiz? Ertaroq chiqsa yaxshida. Yo'q. Ha, mayli. Ikkitalar bor menda. Shoxdan narag'iga chiqara olmadinglar-da. Yo'q. Yaxshi bo'lardi. Qarabisizlar bor, rezbasda. Men qayerdan bo'lsa burov deydilar. Ne bu delimiriz ben otelim. Tak 11 metr yer tagiga kirildi inshaalloh. Xudo xolasa. Bu qilyapti bunisi. Buna gaz Ko'tarib ushlatdim. Tabi rezbasiga kirgizgan joylarni hozir qaytarib bo'shatib chiqaryapmiz. Hozir inshaalloh 11 metr
yerni qarisiga kirdi, xudo xolasa. Alloh taolo shu bolalarning qilgan mehnatlariga har bir tomchisiga ziyoda ajr mukofotlarini bersin inshaalloh. Bu suvlardan hali O'zbekiston, Xitoy, Tojikiston, butun dunyo kelib ichadigan suvlar bo'ladi inshaalloh, xudo xolasa. Tak, mana 4 metrlikdan bitta chiqardik. 2 metrlik trubadan bitta chiqardik. Tak, следующий mana. Shunda uzun asga kelib yotqizoringlar. Sekin uchini. Aha. Asfalt ehtiyot qilib. Tak, mana hisoblab qo'yamiz endi. Interes, tak. 1 2 3 4 5 metr ekanda. 6 7 metr. Ashi 11 metr qoqibsizlarda hisobda. 11 metr yerga qoqib mana xudo xolasa yigitlar hozir mana ishlangan olib kelyapti. Ha? Boshini yondirgan, Nima qilish kerak? Nima zo'r uchlash kerak-da. Uchli yoshlar bor, o'ni qarang. Tepada hozir turibdi. mashina yerini nima qilish kerak? Bitta kesib turib, mayani ushlab turib. Bandejami? Uni hozir qilaylik. Mana tutdan bor yigitlar, esma shu. Mustam. Nima bo'ladi? To'ga arra bilan nima kerak? Bolta kerak. Bolta olib kelaman. Mana bolta, Oybek, shuda, o yoqqa keling. Arrabadan olib chiqing. Mana nimada hisob borda oldi.